Ha, nima bo'ldi senga? Telegramga story qo'ygandim, ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Bugun pul oladigan kuningiz edi. Storyga gul bilan shokolad qo'ygandim. Olib kelsangiz bo'lmasmidi? Yeb buni qara. O'y qo'ysin shu Telegramga story qo'yishni chiqarganini. Azamat hozir yanganga aytaman, zo'r ovqatchilik qiladi, mazza qilib yeymiz. Usta o'ylansa mazza ekan-a? Hada, shu uchun o'ylandasan ham. O'ylanish mazza Azamat. Och xotin, och. Ha dadasi. Och kiraylik uyga. Kirmaysiz uyga. Nimaga? Telegramga ayandi tug'ilgan kun deb story qo'ydim. Bir og'zim tabriklamabsiz. Kirmaysiz, tamom. Azamat, aqling bo'lsa hayotga o'ylanma jo'ra. Siz o'ylangan-ku. Ustozlar aytganini qilganini qilma, chumong chiqadi. Ko'tar zontigingni. Restoranga ovqatlanamiz. Usta, boz buncha krasavchiksiz. Rahmat asal qiz. Azamat isiriq tutar. Qizlar chiroyingni hasad qilibdi, ko'z tegmasin. Usta bu apa yangam dugonasi-ku. Usta yangam istoriyaga nima deb yozibdilar? Ayollar qamoqxonasi meni kut yozilgan. Yop eshikni. Azamat sanmang. Nima qilyapsiz usta ko'chaga? Shashka o'ynab o'tiribman ko'chaga. Nimaga uyga kirmay ko'chaga yotibsiz? Uyga kirsam ko'chaga emas, mozorga yotgan bo'laydim hozir. Ha bu xotinlarni uyga qo'ysin, Telegramning istoriyasi duqumni oldi Azamat. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman doding